Assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Men milliy maktabman. Yoshlar bo'yicha uchrashuv o'tkazishni istedardi. Yuqori teganalar bugun yoshlarga tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun yoshlarga berilayotgan prezidentimizga topshiriq bilan berilayotgan qarorlari bilan berilayotgan kreditlar bo'yicha sizlarga tushuncha beraman. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun 7-sonli qaror bo'yicha 10 million so'mgacha beramiz o'z-o'zini band qilgan shaxslarga. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun o'z-o'zini band qilmasa 10 million so'mgacha kredit beramiz. Tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun keyingisi kichik biznes va o'rta biznes subyektlarini kredit berishimiz, kichik biznes, o'rta biznes subyektlarga beramiz. U qanaqa bo'ladi? Prezidentimizni 312-sonli qarori bo'yicha 100 million so'mgacha garovsiz, zalogsiz kredit beramiz. 1 million so'mgacha likvidlik zalog bilan beramiz. Yakka tadbirkorlarga, MCHlarga, yuridik firma ochgan aborati bor firmalarga beramiz. 100 million so'mgacha tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun. Keyin bundan tashqari bitiruvchi kurslarga beramiz. 61-sonli qaror bo'yicha tadbirkorlikni yo'lga qo'yish uchun 10 milliardgacha likvidlik garov bilan 10 milliardgacha kredit beramiz. Bo'ladi, mumkin. Ballikni ko'chirib berasizmi? Shartnomasiga ko'chirib beradi. Yuridik bo'limimiz bor-ku, buxgalteriya. Tualet ishlat beriladi. Shart ochib, rekvizitlarni ochib. Pul sotiladi, uy chiqargan pulni. Komissiyani bilishni. 3000 dollarga chiqsa bo'ladi, ular o'rtacha shuncha chiqadi. Endi 2-3 ming dollar bo'layotgan bo'lsa, kafil so'raydi-da, endi katta summa-ku. Direktorlikda kafil normalni oylik olib kafil kerak bo'ladi. Sababi ertaga bu endi banklar qayerga ketsa, yerda to'lash imkoniyati bor, bu yoqda oylik ko'proq topadi, bunda to'lash imkoniyati ko'p. Lekin ertaga har xil holat bo'lgan taqdirda xavf-xatarni oldini olish maqsadida kafil, qo'shimcha kafil Ota-onasi bo'ladimi? ota-onasi endi shaxsan bo'lishi kerak-da.